Shiglemdan advent kalendar. O'tgan yilgi advent kalendari menga rosa yoquvdi. Shiglemning nimasi zo'r? O'zi advent kalendarlarda mana bunday narsa mana. Kichkina miniatyurkalar qo'ysa, Shiglem har doim polnorazmerniy produkt qo'yadi. Menga shunisi yoqadi. Va doim upakovkasini просто yedirishadi bular. Hop. Deylar. Mana. 12 kunlik bu yerda. Shiglem hali 24 talik qilishmadi advent kalendar. Har yili 12 talik qilishadi. O'tgan yili даже sekretni sovg'asi bor edi mana bu yerda 13-chi. Mana bunisi nima ekan? Просто dekor, просто dekor. Tak. Ketdi raspakovka qilamiz. Shiglem advent kalendar 2025. Birinchisi mana bu yerda ekan. Birdan nima chiqdi? Shu adventlarni shunaqa tiqib tashlaydi, xren chiqazasizlar-da. Po'ralarni yopib beradigan baza. Aytdim-ku sizlarga polni razmer chiqadi deb. Nimadir kichkina narsa bo'lmasin. O, нет. Pudra ko'ryapman, pudra. Finishная pudra прозрачныйsi. 3 bu yoqda. Nimadir cute narsa, yangi narsa. Men bunisini ko'rmagandim. Ajoyibligini. Nima ekan bu? Teni, девочки, это teni. Ну, upakovkasi menga undan ham yoqdi. Juda chiroyli upakovka. To'rdan ikkita narsa chiqdimi? Ikki xil qalammi bu? Mana teni bo'ladi-ku, ko'zlarni slizistilarga suradigan, oqi, jemchujniy даже. И o'shani to'qi mana, korичневый qalam. Nima qilib ishlatsanglar ishlatinglar. Men bundan sepkili yasayman. 5 mamutda uzunchoq, labga bir narsa bo'lsa kerak, uzunchoq bo'lsa. Da, labga. Qani, nima ekan bu labga? Devki, bu emasmi? Peel off narsa emasmi? Bu labga kontur вообще, pomada emas, konturni chizishga. По-моему, buni kimda olib tashaysizlar. Da, peel off. Qotib qoladi, bunda olib tashaysizlar-da, keyin tagida как ko'proq turib beradigan labga kontur bo'ladi. 5 midi bu? 6ni ochamiz. Qani 6? 6 mana pasta, croissantchik. Juda qanaqadir mana bunaqa narsa. Yomon tiqib tashabdi, lekin zo'rg'a ochyapman. Mana bunaqa narsa. Tak. Styling stick sochga. Mana chiqib qoladi-ku, o'shalarni mundoq qilib yotqizasizlar. Tipa как voskda, gelga o'xshagan narsa soch uchun. Hamma chiqayotgan narsa polnorazmerniy. E'tibor beryapsizlarmi? Polni razmer. Probnikchalar emas. 7. Highlighter bo'lsa kerak. Da, highlighter. Chunki rumyanalari boshqacharoq-da. Mana highlighterini anaqasi mana bunaqa. Yoli bo'ladi. Uni tarqatib yuborsanglar chiroyliroq bo'ladi, конечно. Mana tarqatganinglardan keyin bunaqa yog'li effekt bor-ku, shunaqa beradi. 8 nimadir katta, lekin mana pastida, eng pastida. Oho, bir nechta narsa chiqyapti. Bu o'tgan yil ham chiqdi shu narsasi. Menga yoqmagan, to'g'risini aytsam, hozirlarga aytaman nimaligini. Короче, mana bunisi lab uchun kontur. Bu zo'r kontur, menga yoquvdi. Bu yil просто rangini o'zgartirishibdi. Mana kistichkacha mana shu narsalarni surishga. Birinchi labinglarga mana kley surib olasizlar, labga spesialniy kley. Keyin mana shu kley ustiga mana yaltiroqchalarni qo'yib chiqasizlar. Chiroyli turadi. Haqiqatan ana yangi yil вечеринkalarga borsanglar, labinglar yaltillab qizil va bunaqa yaltiroq bo'ladi-yu, lekin nima qilsanglar baribir qanaqadir g'alati. Biz o'rganmaganmiz-ku, labimizda yaltiroq yopishtirilgan turishiga. Lekin chiroyli, fotosessiyalar bo'lsa, birorta вечеринkalar bo'lsa zo'r. Mana sразу mana shunaqa 4 ta narsa. Voy buni asalligini, voy buni shakarligini qizlar. Fuck. Why it's so fucking hard to get it. Bu labga ularni o'sha mashhur maskasini va bunisini bossanglar, mana anaqasi chiqadi. Labga suradigan anaqa tool. Yana bunday tiqib qo'yasizlar. O'zi bunaqangi blesklarni bilasizlar-ku, muammosi nimada? Hozir bilan ochamiz rangini ko'rish uchun. Mana chiroyli rang. Men qo'linglarni tiqib yoki kistichka tiqib o'tirish kerak. Bu yoqda sразу o'ziniki bor. Shart olasizlar, men bilan surasizlar-da, yana bunday ichiga tiqib qo'yasizlar. Qulay. Shu narsasini o'ylagan brend. Lekin buni chiroyliligini qaranglar. Bu ham polniy razmer. 10 nimadir kichkina mana. Kichkina demang, bizni ko'tarib uramiz sizni. Yangi formula rumyanasiga o'xshayapti. Yengillatishgan-ku ular rumyanalarini.
Da, mana stikli rumyanasi Ariana Grande'ga o'xshatib qilishgan rumyanalarini. Lekin ko'plar maqtashdi. 11 qatta edi. 11 kichkina yana. Kichkina deymiz-ku, lekin kichkina nimalardan ham polni razmer produktlar chiqyapti, qizlar. Tirnog'inglar o'ladi lekin. Tak, sen nimasan? Tushmi bu, nima balo? Yo'q. Teni, anaqalar, kremovый teni qizlar. Prikol. Eng oxirgisi 12-inchisi rumyana. Haligi faqat boshqacha o'sha mana qizil rangida nima deydi? Yangi yilli rangida limitированный rang bu. Hech qanaqa sekretniy boshqa sovg'alari yo'qmi? Shumi, shumi? Ato shiglim sekretniy sovg'a qilish yaxshi ko'rishadi, bu yil qilishmabdi. Ну что, qizlar, hamma chiqqan produktlar polni razmer, ko'rib turganinglardek, hammasini sizlarga ko'rsatdim. Meni fikrim bo'yicha juda ham добротный zo'r advent kalendar. Shiglim lekin labka produktlarni juda ham zo'r qiladi. Advent kalendarimdan chiqqan narsa, bundoq qilasizlar ham bitta. Удобно-ya, qizlar? Mana shunaqangi formatdagi nima lab uchun maskalar, lab uchun blesklarni yomon ko'rardim. Birinchidan qo'linglarni tiqishinglar kerak, keyin surishinglar kerak, uni artish kerak undan keyin. Yoki da kistichka olib yurishinglar kerak, kistichkani botirishinglar kerak. U kistichka yoninglarda bo'lmasa noqulay edi. Birinchi marta mana brend shu narsasini o'ylabdi. Balkim koreyslar ham o'ylab topgandir birorta bir bleskaga, keyin Shein o'g'illagandir u g'oyani. Bilmayman kim birinchi o'ylab topgan. Lekin koreyskiy blesklarda, maskalarda ham ujman ko'rvaman mana bu narsani. Birortasi bitta narsa chiqazmasin, bilasizlar-ku. Hammasi o'g'irlaydi. Mana bunaqangi chiroyli rangda chiqdi adventimdan. Hozir sizlar bilan buni surib ko'ramiz. Ey, ko'p ovorimman. Mayli, tarqatamiz. O, rangi juda chiroyli. Menga Shiglemni pomadalari, blesklari rosa yoqadi. Arzon brendligiga qaramay, Xitoy brendligiga qaramay. Bir xil payt haqiqatan ayniqsa labka produktlari yuzga yetmayman-u, lekin lab produktlari haqiqatan zo'r chiqazib qo'yadi, boplab qo'yadi bir xil payt. Endi lab produktini o'xshata olmasang, o'libsan-de, qanaqa brendsan? Eng oson produkt. Qizlar, mana shunaqangi chiroyli rang menga yoqdi. Labda ham juda ham нежный, faqat hidi chistani ximikatlarni hidi kelyapti menga. Dешевый kitayskiy ximikatlarni. O'sha hidini hisobga olmasak, nimada labda juda ham yoqimli, lekin ozgina chip-chipi bor, mana qaranglar. Mana gapirayotganimda ko'rasizlar, tepa bilan past bir-biriga yopishyapti. Bu yaxshi narsa emas. Lekin menga chip-chip produktlar uncha yoqmaydi. Качественный blesk mana shunaqa yaltillab turadi-yu, lekin bir-biriga yopishmaydi. Hididan bildim-da, sразу sal nitoligini. Ja yomonlamayman ham, ja zo'r deb ham o'lib qolmayman. O'rtacha produkt bo'ladi. Yana bitta o'sha adventimdan chiqqan Shiglemning narsasi Ariana Grande'ni produktlariga o'xshatib qilishgan, qaranglar. Ariana Grande xuddi mana shunaqa formatda chiqazadi narsalarini, highlighterlarini, rumyanalarini, shuncha produkt olar ekanmiz, lekin bu rumyanasi haqida juda ham ko'p yaxshi odzivlar kelgan. Hozir biz sizlar bilan buni tekshiramiz. Ну, rangi standart rozoviy rangi chiqdi mana adventimdan. Balkim Shiglemning o'zini saytida ranglarini, variatsiyalari ko'proqdir. Qani tarqatib ko'ramiz buni. Tarqalishi o'rtacha, yog'li yo'q bo'lib ketadi demayman. Yomon emas. Mana rangini ko'ryapsizlar. Populyarniy rozoviy tsvet. Qo'lda erib, yo'q bo'lib ketib tarqaladi, yog'li konsistensiya deb aytmayman. Lekin yomon tarqaladi ham demayman, o'rtacha. Anu bleskiga qanaqangi nima odziv bergan bo'lsam, o'rtacha degan. Yomon emas, yaxshi ham emas. Xuddi shunaqa rumyanasiga ham odziv beraman. To'g'risini aytsam, menga kushonli rumyanalari ko'proq yoqadi. Shiglemni menda bilasizlar, bir to'da bor kushonli rumyanasi suyuqroq bo'lgani uchun yaxshiroq tarqaladi menga nisbatan. Yana bitta nishtechok. Shiglemni sochga styleri. Hozir bilasizlarmi? Как раз meni anaqaga ketyapman, zalga ketyapman. Menga shu narsa kerak. O'zi bu nima? Mana bunaqangi yopishib turadigan prichoska qilganinglarda sochinglarni yanada yopishtirib berish kerak payt. Mana qaranglar, yaqinroqdan qilaman. Mana men tarchak qilib turibdi. Bundoq qilasizlar, yotar ekan. Vau. Qizlar, buni sotmayman, shunchaki test qilyapmiz. Mana men cho'lka qilganimdan biri bu cho'lkada zalga borsam asabimga tegadi. Tipa kakan vosklar bor-ku sochga. O'shani faqat stik formatda qulayroq varianti. Mana. Davomlidan qilasizlar.
Ayniqsa bilasizlarmi, mana shu jarayon menga nimani eslatyapti? Kichkinaligimda oyim meni sochimni tarang qilib Mahmudga anaqa qilganlari. Hozir Gollivud yulduzlari shunaqangi nima qilishgan-ku? Nima deydi? Prichoskaga ko'proq trend qilishgan. Silliq taraf xvost qilish. Qizlar qilmagan ishimiz qolmadi. Nima to'ka qilib ko'rmadik, nimani to'ka o'zimizga surib ko'rmadik biz. Ayol bo'lish, sudamda taravorasizlar. Da, vosku gellarni удобный format ekan. Qizil. Mana misol uchun hozir men zaldan kelaman, sochimni yuvaman, boshimni yuvaman. O'shaning uchun bemalol suryotimman. Agar nima deydi, sochinglarni yuvmasanglar, albatta bunaqa yopish qolib qoladi. Shuni esingizda qoldiringlar. Lekin bir xil prichoskalar bor, o'sha men sizlarga aytib o'tganman. Bunaqa xvostli qilishadi. O'sha narsaga juda ham qulay. Qulayligi o'sha vosklar bu nimasi? Sostavi. Просто stik bo'lgani uchun bundoq surasizlar-da, qo'lingizga bundoq qil, bo'tga ish qalamasdi. Просто osonlashtirgan. Shunda o'ziga surasizlar. Mendagi erinchoqlarga juda ham yordamga keladigan narsa ekan. Keyin mana cho'lka o'lgurri ham zalga chiqayotganda yig'ib turadi. Lekin bundan keyin albatta bosh yuvish kerak. Lekin bunaqa yaltillaydigan effekt ham berar ekan. Zo'ra? Sizlar nima deb o'ylaysizlar bunaqangi narsalar haqida?